Bu suhbatga vaqt ajratganingizga ko'p rahmat. Bugun biz Navro'z bayramini va Uyg'ur madaniyatining davomlashishini tabriklayotgan mushundaq kunlarda siz Amerika-Xitoy munosabatlarida iqtisodiy manfaatlarning kishilik huquqdan bakrak ahamiyat berilishi to'g'risida qanday qaraysiz? Menimcha bu masala nihoyat oddiy. Biz butun dunyoda savdo tijorat qila olamiz. Ammo Xitoyda va boshqa joylarda yuz berayotgan ahvollarga ko'zimizni yumib olsak bo'lmaydi. Shunga men ta'kidlayotgan nuqtalarning biri bo'lsa, Xitoyni o'z qilmishlari uchun javobgarlikka tortishimiz kerak. O'z fuqarolarini, bo'libmi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni qo'g'damayotgan boshqa davlatlarni javobgarlikka tortishimiz lozim. Sizga ma'lum bo'lganidek, Erkin Osiyo radiosining mablag'i to'xtatildi. Yangi hukumatning Amerika dunyoviy taratqular agentligining mablag'ini to'xtatishiga qanday qaraysiz? Sizningcha Erkin Osiyo radiosining mablag'ining to'xtatilishi Uyg'ur xalqiga va dunyoga qanday ta'sir ko'rsatdi? Shunda biz uni to'xtatmasligimiz kerak. Bu nihoyat oddiy. Radio intayin muhim bir matbuot. Buningga ketadigan mablag' uning yetkazadigan ta'sirga selishtirganda pek oz. Men kishilarga shundoq deyman. Biz Uyg'ur bo'lmasaqmi, agar Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishiga qarab tursak va biz Uyg'urlarni qovdamasak, Xitoy hukumati andin sizga ziyonkashlik qiladi. Shunga biz har bir amerikalikni, har bir vatandoshni va dunyodagi har bir insonni qovdishimiz kerak. Mana bu dal radio qilgan xizmat. U cho'qim qayta asliga keltirilishi kerak. Siz bugungi ikki partiya rahbarlari qatnashgan bu yig'ilish orqali hozirgi hukumatga Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi va Amerika siyosati to'g'risida qanday uchur yetkazishni umid qilasiz? Men hukumatning bu masalani bir partiyaning masalasi deb qaramasligini umid qilaman. Men bizning bir-birimiz bilan qattiq hamkorlashib ishlayolishimizni umid qilaman. Men tashqi ishlar ministri Rubioning bu masalada chempionlik rol o'ynaganligini bilaman. Shunlashqa men bizning uning bilan hukumatning boshqa organlari bilan birlikda atrofdagi Uyg'urlarni qo'g'dab qilish uchun ishlayolishimizni umid qilaman. Sizning bu yangi hukumatga sunishga tayyorlagan yangi qonun loyihangiz bormi? Sizlar Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'daydigan qonuniy yoki siyosat qonuniy qatorliq yangi loyihalarni tunishtirishni planlayapsizlar? Shundoq, men bugun Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasini tunishtirdim. Bu qonun loyiha asosan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning Amerikada panohlik tilash imkoniyatini yaratib berdi. Bu bir alohida kategoriya deb qaraldi. Shunga panohlik tilash jarayonida alohida e'tiborga erishdi. Meningcha, bu dunyodagi Uyg'urlar uchun oz deganda bu ishni qilib bera olamiz. Bu jazman Amerikadagi Uyg'ur jamoatigami foydali bo'ladi. Shunga men buni ilgari surishni davomlashtiraman hamda dunyodagi Uyg'urlar uchun boshqa qonun loyihalarini qo'llayman.